Assalomu alaykum hammaga, Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun o'zbek milliy taomlarimizdan biri, ko'pchiligimiz biladigan qovurmali mo'xara sho'rvani tayyorlaymiz. Bu ovqatda yana bitta varianti bor kanalda, oddiy no'xat sho'rak, u ham juda ham mazali chiqadi. Bir kun oldin no'xatni uvitib qo'yishimiz kerak. No'xatni yaxshi sifatlisidan olib ishlatishimiz kerak bu ovqatga. Kattaroq idishga solib, ustiga oddiy iliq suv solib, bir kun davomida uvitishga qoldiramiz. Kechqurun tayyorlab qo'ysak, ertasi kuni ovqatimiz tayyorlashimiz mumkin. Qozonimizni qizitib, 70-80 ml atrofida o'simlik yog'i solamiz. To'g'rab qo'yilgan piyoz solib, yaxshilab qovurib olamiz. Masalliqlarimizni oila a'zolarimiz soniga qarab, kamaytirib yoki ko'paytirib ovqatimiz tayyorlashimiz mumkin. Sabzini yirikroq qilib to'g'raymiz, bolgarskini mayda qilib to'g'rab qo'shamiz. Mayda to'g'ralgan chesnok, sarimsoq bo'lagi, ya'ni buni solish-solmaslik xohishga ko'ra. 2 osh qoshiqda pomidor sousidan qo'shdim. Agar tomat pastasi ishlatsak, kamroq qo'shamiz. Hammasini yaxshilab qovurib olamiz. Endi yirikroq bo'lgani uchun go'shtni men qovurmasdan qo'ydim ustiga. Go'shtni ham qovurib olish kerak. Suyakli go'sht ishlatamiz. Ilikli suyakli go'shtdan qo'shsak, juda ham mazali chiqadi. Go'shtni qancha qo'shish xohishga ko'ra. Ivitilgan no'xatni yaxshilab tozalab yuvib, ustidan qo'yib, sovuq suv solamiz, qozonni to'la qilib. Bu arada qozonim kichkinalik qilgani uchun ovqatni katta qozonga bo'shatib oldim. Videoda bilindimi yo'qmi bilmadim. Bir xil qozon, lekin kattaligi, razmeri farq qiladi. O'shaning uchun katta qozonga bo'shatdim. Qaynab chiqqanidan keyin ustiga chiqqan ko'piklar hammasini tozalab olishimiz kerak. Shunda sho'rvamiz juda ham tiniq, chiroyli chiqadi. Ko'piklari qaynab, sho'rvani ichiga tushib, aralashib ketmasin. Pastroq olovda qaynatishga qoldiramiz no'xati pishgunigacha. O'rtacha 1,5 soat atrofida qaynaydi. Ichidagi mahsulotlari ham juda ham yaxshi yumshoq bo'lib pishadi. Mana no'xati pishgan, yumshoqqina ezilib, qo'limiz bilan bosib ko'rganda ham eziladi. Endi no'xat pishgandan keyin ustiga 1-2 dona kartoshkani o'rtacha kattalikda to'g'rab qo'shamiz. Ustidan tabga ko'ra tuz bilan ziravor qo'shamiz. Tuz, maydalangan zira qo'shdim. Qizil shirin qalampir maydalangani, paprika, ya'ni undan ham tabga ko'ra qo'shish mumkin. Ozgina kashnich urug'ini maydalanganidan qo'shdim. Xohishga ko'ra ziravor qo'shishimiz mumkin. Kartoshkasi pishgunigacha yana qaynatamiz o'rta olovda. Shu bilan ovqatimiz tayyor. Juda ham mazali taomlarimizdan biri, suyuq taomlardan biri. Mana go'shtlari ham juda ham titilib ketadigan bo'lib, xil-xil bo'lib pishadi. Bemalol ko'katlar bilan dasturxonga tortishimiz mumkin. No'xatlari ham juda ham mayin, yumshoq bo'lib pishadi. Hammaga yoqimli ishtaha tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Instagram va Telegramda ham Shirin Dunyoni kuzatib borishingiz mumkin. U yerda ham video retseptlar qisqartirilgan variantda qo'yib boriladi. Shirin Dunyoni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.